Biz Salom City'damiz. Ya'ni Onkologiyskining oldidan kirganimizdagi Salom City'da 3-etajdan yangi xonadonimiz chiqyapti, korobka holatida. Xo'p, topli pollari qilingan, salkam $1000 chizdirilgan, Toshkentda chizdirib kelingan, uyni proyekti, rabochkasi tayyor. Kim shu xonadonimizni xarid qilsa, mana shu sovg'a sifatida beriladi. Men bu rasmlarni albatta qo'yib ketaman, ko'rasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizga kirib oldik. Topli pollari qilingan, ma'lumot uchun aytib o'taman. Biz 3-etajdamiz. Kirganimizda o'zining ikkita sanuzeli bor. Kirganimizda chap tomonda bitta, bu tomonda yana bitta sanuzeli bor. Ko'rishlaring mumkin. Bittasi kichkinalarga, bittasini kattalarga hissalaring bo'ladi. Ikkovsini ham unisida unitazlik, bunisida ham unitazi, ham yuvinadigan nimalarni qilsa bo'ladi. Katta sanuzellari. Ro'parada xolasalaring mana bu xonasini yotoqxona hissalaring bo'ladi. Bu tomosini mana kattagina balkonli zal qilsalaring ham bo'ladi. Buni o'zini balkonlariga ega. Ma'lumot uchun Onkologiyskiy ko'chasidagi Salom City'da biz. O'zlaring bilgan, bu yerdan chiqqanimizda chap tarafimizda o'zini yana bitta xonasi bor. Detskiy xona qilib, balalar xonasi qilib foydalansalaring bo'ladi. Bu tomonimiz oshxona. Ayollarimiz yoqtirgan. Ma'lumot uchun yana aytaman, gazlashtirilgan, topli pollari 100% qilingan. Akfa eshik, rom chiroyli temir eshiklari o'rnatib qo'yilgan. 87 kvadrat, narxini 46 ming kami bor deyishyapti. Pastda raqam qoldiryapman, bemalol savdolasalaring bo'ladi.